Bo'ldimi? Yo'q. Bu o'zingizdan chiqqanmi? Yo'q, Ketdik, chaqirlamin nima? Uchay keling. Ketdik, obzorni qilaylik. Qani o'zi yurtasan biladi. Bore. Bore, men ketdim. Trener uchayligi. Mana o'tar qilmasa. Men ketdim. Yo'q, keling. Yo'qligini. O'ma sig'mayman bu yerga. Bore. Syomka qilyaptimi bu? Syomka qilyaptimi? Operator sen ko'rdingmi? Olma. Olma. Bir xonali gazlar podvali bilan podvalni ikkinchi xona qilingan. O'zi ichkaridan kirib, tayyor konditsioneri bor, podключ, remontlari ham bor. Bir xonalik hisobida endi. Xo'p. Lokatsiyasi trikotaj fabrikasi, Xiyobon yangi masjid. Ariq bo'ylab prayzlarga kiramiz. Ketdik. Podval. Bunisi podvalni kaliti. Eshik ochishmi? Svetni. Xo'p, bir xonali gazlar, kuxnya, polni tayyor, remonti sveji. Spalnya qilingan, mulk egasi, konditsioner mavjud. Spalnya va podval ham bor, podvalga o'tiradigan joy qilingan zalcha. Xo'p, sanuzilni ko'rsing. Sanuzil. Va hozir podvalga tushamiz. Podvalga zalni qilgan, zal xonasi. Ketdik. Xo'p, podval azizlar, eshikchalar almashgan va zal qilib qo'yilgan azizlar. Chiroyligina ana zal. Xullas ikkita xona bo'ldi. Lokatsiyasini yana bir aytib o'tamiz. Trikotaj, ariq bo'ylab Xiyobon masjidi prayzlari ana chap tomonimizdan Mirdo'stin ko'chasi, o'ng tomonimizdan Jo'bor ko'chasi. Arasida ana bu ariq, muyilishlar. Xo'p, domimiz 3 qavatli, birinchi qavatiga bir xonali va podval bilan ana bu podvalni zal qilgan mulk egasi. Ana narxi 40 ming. so'm. Yo'q, dollar. Yo'q, hazil. Xo'p, narxi 35 ming qo'ydim degandilar. 35.900. Baraka uchun joy qo'yamiz, savdo uchun telefon qilinglar, baraka qilinglar. Sheikh Adushi Ubashayum Primi Mulk.